Reading passage haqida bugun readingdagi so'z topish, so'zning tarjimasini topish, reading savollarini ishlash haqida gaplashadigan bo'lsak, aynan birinchisi reading passageda kontekstdan ma'no chiqarish haqida gaplashamiz. Ya'ni biz kontekst bu nima degani bo'lsa, bu matndagi sizga notanish bo'lgan so'z yoki iborani ma'nosini lug'atsiz faqat atrofidagi gaplar va mantiqqa tayanib tushunib olish mahorati. Ya'ni kontekstdan toping degan gapni deyarli bir marta bo'lsa ham IELTS yoki umuman ingliz tili o'qituvchingizdan eshitganingiz aniq. IELTSda har bir so'zni bilish imkonsiz. Buni ingliz tilini ma'lum bir darajani tugatgan har qanday o'quvchi biladiki, shu narsaga yetib keladiki, hamma so'zni bilish imkonsiz. Lekin buni amalga oshirishning bir nechta samarali usullari bor. Taxmin qilib topishni ham bir necha usullar. Birinchisi, sinonimlar va izohlarni qidirish. Bu nima degani? Ko'pincha muallif qiyin so'zni ishlatadi-yu, ketidan uning osonroq variantini yoki tushuntirishni beradi. Misol uchun, bular qanday beriladi desa, belgilar bilan, virgul bilan, tire bilan yoki qavs ichida ma'lumotlarga to'ldirib, ya'ni ma'lumotlar qo'shib beradi. Endi kalit so'zlar which means ma'no anglatadiki, also known as, ya'ni shunaqa deb bilinadiki, in other words, boshqa so'z bilan aytganda kabi kalit so'zlar bilan berib o'tiladi. Endi misol, the city is experiencing unprecedented growth. It has never seen anything like it before. Bu yerda unprecedented so'zini taxmin qilishimiz uchun aynan ikki nuqtadan keyin kelgan it has never seen anything like it before, ya'ni bunday narsa oldin hech qachon ko'rilmagan, bo'lmagan degani, undan oldingi so'zdagi unprecedented so'zini avval sodir bo'lmagan degan ma'noni tushunib olishimizga ishora qilyapti. Yoki ikkinchisi bu antonimlar bilan, zidlik bilan ishlash, ya'ni o'sha orqali topish. Gapdagi zidlikni ko'rsatuvchi so'zlar orqali notanish so'zning teskari ma'nosini topib xulosa qilish ham mumkin. Kalit so'zlar misol uchun but, lekin, however, lekin, despite, also, whereas ga qaramasdan on the other hand boshqa tarafdan olib qarasak bo'lyapti. Ya'ni misol ko'ramiz. Unlike his greater sister, John is very shy and quiet. Unlike degani farqli o'laroq degani. Ya'ni shu so'zga tayanib, uning qanaqadir singlisidan farqli o'laroq John juda uyatchang va sokin, ya'ni o'zini bosgan bola. Shuni demak, aksi uni opasi yoki singlisi undan ko'ra kirishimli deganni biz gapni o'zidan ham taxmin qilib olsak bo'ladi. Endi gapning umumiy kayfiyatiga qarash ham bu bizga juda yordam beradigan usullardan biri. Ya'ni so'z aniq tarjimasini bilmaysiz, lekin ertaga ijobiy yoki salbiy ma'noni aniqlash mumkin. Masalan, gapda halokat, muammo, kasallik kabi ko'p uchraydigan shunaqa negativ ma'noli so'zlar ko'p ketayotgan bo'lsa, siz bilmaydigan notanish so'z ham katta ehtimol bilan bu yomon ma'noni, salbiy ma'noni beradigan so'z hisoblanadi. Endi bizda cause and effect, sabab natija. Agar bir voqea ikkinchisiga sabab bo'layotgan bo'lsa, mantiqan so'zning ma'nosi kelib chiqishi mumkin. Misol uchun, the heavy rain caused inundation in the streets, so people had to use boats. Odamlar qayiqdan foydalanishga majbur bo'lishgan bo'lsa, ya'ni sovdan keyin aytayaptiki, people had to use boats. Odamlar qayiqdan foydalanishga majbur bo'lishdi. Heavy rain, og'ir yomg'ir. Biz aynan o'rtadagi so'zni bilmayapmiz. Bu suv toshqini, ya'ni odamlar qayiqdan foydalanishga majbur bo'lgani bu nimadan keyin kelib chiqadi? Bu aynan suv toshqinidan keyin kelib chiqadi. Demak, biz bilmaydigan so'z bu yerda suv toshqini deb taxmin qilib ketsak ham ma'noni chiqarish mumkin. Nima uchun bu muhim degan savol yuzaga kelgan bo'lsa, bu birinchi o'rinda vaqtni tejaydi. Har bir so'zga to'xtalib, bittadan lug'at ochib, ayniqsa imtihon yoki mo'kda bo'lsangiz, unaqa qilishda ham iloji yo'q. Dars qilayotgan paytda bo'lsa ham sizni vaqtingizni ancha tejaydi. Mantiq fikrlashni o'stiradi. IELTS readingni testini asosiy maqsadi ham sizni so'z boyligingiz emas, balki ma'noni qanchalik tushundingizni tekshirish hisoblanadi. Shuning uchun so'z yodlash paytida aynan so'zlarni qidirib topib yodlash kerak, lekin aynan reading ishlayotgan paytda har bitta so'zni bittadan to'xtalib ko'rish bu ham vaqtni, ham mantiqiy tushunishni o'stirmaydi. Shuning uchun bu usul har doim sizga yordam beradi. Endi kichik mashq.
sizda gap berilgan. Bu gapni o'qib, aynan scrumptious so'zi qanday ma'noni anglatganini kommentariyada